Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan IDC test kitobi, bo'linish belgilari va tub va murakkab sonlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, bugun bolalar ikkinchi test tahlilini ko'rib chiqamiz birgalikda. Keling, birinchi misolda aytayapman. 6, 3, 5, 4 raqamlardan to'rxonali son yozildi. Mana turli raqamli to'rxonali degani mana ikkita 6, ikkita 3 yoki 3 ta 5 ishlatib qo'ymas kerak. Tushundingmi? Turli degani mana 6, 3, 5, 4 aralashib yozish kerak. To'rxonali sonlar yozib chiqildi debdi. Hamma yozib chiqilyapti ekan. Yozilgan sonlardan nechtasi to'rga bo'linadi? Tushundingmi? Ya'ni mana bu 4 ta raqamdan to'rxonali sonlar yozsak, shulardan nechtasi to'rga bo'linadi? Endi to'rga bo'linish qoidasi bor, to'g'rimi? Oxirgi ikkita raqamni bo'lish kerak, to'rga bo'linish kerak. Endi qarang, men bu yerdan qaysi oxirgi ikkita raqamni tanlab olsam bo'ladi? Birinchida oxiri juft son bo'lishi kerak. Demak, oxirida yo 6 keladi yoki-da 4 keladi, boshqasi kelmaydi. Endi 4 ga bo'linish uchun 36 yozsam bo'ladimi? Mana qarang, 36 4 ga bo'linadi. 3 bilan 6 ni ishlatdim. Qaysi raqamda qoldi? 5 4. Demak, 5436 bo'lishi mumkin yoki-da 4536 bo'lishi mumkin. Ikkita holat bor-da. Keyin yana necha olsam bo'ladi? Hop, 34 olib bo'lmaydi. 56 olib ko'ramiz. Mana oxirgi raqam 56 bo'lsa, 5 bilan 6 ni ishlatdikmi? 3 bilan 4 qoldi. 3456 bo'ladi yoki-da 4356 bo'ladi. Boshqa variant yo'q. 6 lik ishlatib bo'ldik, mana 36 ketdi, 56 ketdi, 46 4 ga bo'linmaydi. Endi oxirgi raqam 4 liklar ko'ramiz. 64 qilsam bo'ladimi? 64 4 ga bo'linadi. 64 desam 3 bilan 5 qolyapti. 3564, 5364. Hop. 34 4 ga bo'linadimi? Yo'q. 54 yo'q. Demak, boshqa son yo'q ekanda, jami 6 ta son bor ekan, shunaqa bo'linib ketadigan. Demak, birga C javob bo'lar ekan. Xo'p. Ikkinchi misolda perimetri 24 ga teng bo'lgan to'rt to'rtburchak tomonlari tub sonlardan iborat ekan. Bu to'rt to'rtburchakning yuzasini toping debdi. Qarang. To'rt to'rtburchak degani mana bunaqa. Misol xonamiz qolini olsak ham bo'ladi. Endi aytadi, perimetri 24 ga teng ekan. Mana bu tomon A bo'lsa, bu yog'i B bo'lsa, bu yog'i ham A bo'ladi, bu yog'i ham B bo'ladi. Perimetr degani to'rtta tomoni yig'indisi degani. Ya'ni ikkita A bor, ikkita B bormi? O'sam 24 chiqar ekan. 2 ga bo'lamiz. 12 chiqar ekan. Endi aytib bo'ladi. Tomonlari tub sonlar ekanda, endi ikkita tub son topishim kerak. Qo'shganimizda 12 chiqadi. 7 bilan 5 olsak bo'ladimi? Mana A ni o'rniga 7 olamiz, B ni o'rniga 5 olamiz. Shunda ikkalasi ham tub son va qo'shsak 12 chiqyapti. Bizga aytayapti, bu to'rt to'rtburchakning yuzini toping debdi. Yuzi degani bo'yi bilan yuzini ko'paytirish. Tushundingmi? Ya'ni S barobar A kara B. 5 kara 7 desam 35 chiqarib berar ekan javobi. Demak, 2 ham C ekan. Xo'p, 3 ta qaraymiz. Turli raqamli soni 24 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. X ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping debdi. Turli raqam degani mana x o'rniga 7 olish mumkin emas, 4 ham olish mumkin emas, 8 ham olish mumkin emas. Unda agar o'sha olib qo'ysam, turli bo'lmay qoladi-da, bir xil bo'lib qoladi. Endi 24 ga bo'linish qoidasi qanaqa? Mana 24 ga bo'linish qoidasi ikkita ko'paytirish ajratish kerak, ikkalasi bir xil songa bo'linmasi kerak. Misol uchun 3/8. To'g'rimi? Endi 3 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? Raqamdan qo'shib chiqsam 3 ga bo'linish edi, to'g'rimi? Qo'shib chiqamiz mana. 7, 2, 4, 8 ni qo'shamiz. 12, 19 plus x bo'lyapti ekan. 19 plus x. Endi x o'rniga nechalar olamiz? 3 ga bo'linish uchun 21 bo'lishi mumkin, 24 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu sonni olib beramiz. 2 olsam bo'ladi, 5 olsak bo'ladi, keyinchi 8 emasmi? Qani, demak 2, 5, 8 olish mumkin ekan raqamlar. Endi 3 ga bo'linishini ko'rdim. 8 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? Oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linib ketish kerak. Endi tekshirib ko'ramiz, chindan ham. 2 tani ketib qo'yamiz. 248 8 ga bo'linadimi? 31 bo'ladi. Demak, bo'linadi. 5 keltirib qo'yamiz. 548 8 ga bo'linadimi? Yo'q, 548 8 ga bo'linmaydi. Demak, bo'linmas ekan. Xo'p, keyingisi necha? 848. 848 ni 8 ga bo'lsak, aniq 106 chiqadi. Demak, bu ham bo'linar ekan. Demak, shunda nechalar oldik? 2 bilan
8. Shularni yig'inisini toping debdi. Demak, 2 ga 8 ni qo'shsam 10 chiqadi. Demak, 3 ga D javobi. Demak, ketish bo'ldi. Xo'p, 4-misol. Aytyapti 4-misolda 4n plus 2 va 5n minus 2 sonlari ketma-ket kelgan juft sonlar ekan. Zo'r savol. Endi qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar yig'inisini toping debdi. Qarab oling. Ketma-ket kelgan juft sonlar qanaqa bo'ladi? Masalan 4 bilan 6, 10 bilan 12. U degani mana bu son bitta oldingisidan 2 ga ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Mana keyingi son bitta oldingisi 2 ga ko'p bo'ladi. Shuni yozamiz mana. Mana bu ketma-ket deyapti-yu. 5n minus 2 teng bo'ladi. Birinchisidan 2 ga ortiq. Shu 2 ga qo'shsam teng bo'ladi keyin. Endi bu yoqqa o'tsa 5n algan 4n teng 6 bo'ladi. N barobar 6 ga. Shunda mana chindan ham 6 ga keltirib qo'yaylik. 24, 2 ni qo'shsam 26 bo'lyapti. 6 ga keltirib qo'yaylik. 30, 2 ni aytsam 28. 26 bilan 28 ketma-ket kelgan juft sonlar deyiladi. Demak, endi o'rniga 6 tanladik. Demak, keyingisini ko'ramiz. Hop, 5-misolda nima deyapti ekan bolalar? 5 xonali 4 ABCD soni 5 ga bo'linsa deyapti. A qo'shilgan B qo'shilgan C plus D ning eng katta qiymatini toping. Biz mana ham o'ylasam, yig'indisi eng katta chiqish uchun shunda qatnashgan raqamlar maksimum katta bo'lishi kerak, to'g'ri? Endi qarang, 5 ga bo'linish qoidasi qanaqa? Oxirgi raqami mana bu D haqida ketyapti. Yo 0 bo'lishi kerak, yoki 5 bo'lishi kerak, to'g'ri? Bizga kattaroq bo'lish uchun necha olamiz? 5 ni olamiz, to'g'ri? D ni 5 oldim. Endi mana bu A, B, C'lar necha bo'lishini ahamiyati bormi? 5 ga bo'lish qoidasi uchunda? Yo'q-da, to'g'rimi? Umuman ahamiyati yo'q. Bizga faqat oxirgi raqami 5 ga bo'linsa bo'ldi. Shuning uchun maksimum katta bo'lsin degan uchun A ga ham 9 olamiz, B ga ham 9 olamiz, C ga ham 9 olamiz. Shunda eng katta raqamlar 9 da, shular qo'shishimiz kerak endi. Demak, men buni qo'shadigan bo'lsam 9, 9, 9, 5 ekan. 27 ga 5 qo'shsam 32 bo'lar ekan maksimum. Demak, 5 C javob ekan. Hop, 6-misol. A va B natural sonlar uchun 3A plus 2, B plus 3 ko'paytmaning qiymati 90 bo'lsa, quyidagilarning qaysi birining qiymati albatta juft son bo'ladi? Bu yaxshi. Qaraymiz. 3A ga 2 ni qo'shyapti. Keyin B ga 3 ni qo'shyapti. Natija nima chiqishi kerak ekan? 90 chiqishi kerak ekan, to'g'rimi? Bolalar, qarang. Ikkita ko'paytmani javobi 90 chiqishi uchun-da ikkalasi ham 90 bo'lishga majbur. Nimaga? Agar mabodo bittasi juft son bo'lib qolsa, bunga ko'paytirsam bari natija juft chiqadi. Natija 90 chiqishi uchun bu ham 90 bo'lishi kerak, mana bu ham 90 bo'lishi kerak. Bu-chi, bu ham 90 bo'lishi kerak. Endi qarang, bu 90 bo'lsa, misol 5 deylik. B qanaqa son bo'lishi kerak ekan? Juft bo'lishi kerak, to'g'rimi? Agar bu ham toq bo'lib qolsa, 3 olib qo'ysalar, misol uchun 3 ga 3 qo'ysalar, 6 juft bo'lib qoladi. Demak, B soni ham juft bo'lishga majbur. Juft bo'lish shart. Bunisi ham qani 90 chiqishi kerak ekan. Xo'p, agar qanaqa son olamiz? Misolda tekshirib ko'rmoqchiman. Juft son olib ko'raman. 8 olib ko'ringlar. 3 kira 8 24, 2 ni qo'shsam 26. Juft bo'lib qoldimi? Bizga to'q bo'lishi kerak. Demak, agar 90 olish kerak. Misolda 7 ni olib ko'ramiz. 3 kira 21, 2 ni qo'shsam 23. Demak, A ga 90 olish kerak. Endi aytyapti, mana bu A, B, C D variantlardan qaysi biri har doim, ya'ni albatta degani faqat juft son bo'lishi edi, ya'ni 90 chiqarib qo'ymas kerak. Son tanlanglar. 90 ga mana 5 ta oldim. Juft songa 2 ni oldik. 5 ga 2 ni qo'shyapti. 7. 90 bo'lib qoldi, xato. Buch 2 10 12 juft bo'lyapti hozircha. Hozircha bizga to'g'ri. Bunisi 5 ga 4 kerak, 8 ni qo'shsam 13. Xato. Bunisi 3 kere 5 15, 5 kere 2 10 25. Bu ham xato ekan. Demak, B javobi o'zi ekanda, to'g'rimi? Faqat B javob 90 chiqardi, qolgan hammasi 90 chiqardi. Demak, ketdik.
Yettinchisi 5 xonali soni 45 ga qoldiqsiz bo'linadigan tok son bo'lsa. Aha. Qani, mana shunaqa joylarga e'tibor berishimiz kerak. Tok son bo'lsa deyapti. A minus B ning qiymatini topib bering deb. 45 ga bo'linish qoidasi qanaqa? 5 bilan 9 ga bo'lib berish kerak, shuni tushunarlimi? 45 ga bo'linish uchun 5 bilan 9 ga bo'linish kerak. Endi qanday? 3A. Yo'q, 35 ekan. 35 A 4 B. Birinchi 5 ga bo'linish qoidasi qanaqa? Oxirgi raqam yo 0 bo'lishi kerak yoki 5 bo'lishi kerak. Bizga 90 bo'lsin degan uchun oxirgi 5 olamiz. Chunki 0 olib qo'ysam juda so'm qoladi. Endi 5 ga bo'linishni bajardik. 9 ga bo'lish qoidasi qanaqa? Raqamlarni qo'yib chiqsam 9 ga bo'linishi kerak. 3 5 A 4 va 5 qo'shamiz. 8 12 12 bo'lyapti. Shu 9 ga bo'linish uchun A ga necha olish kerak? 1 olamiz, to'g'rimi? 1 qo'ysam 18 chiqadi, o'shani 9 ga bo'linadi. Demak, A ning o'rniga 1 olsak bo'lar ekan. B ning o'rniga necha oldik? 5 oldik. Xo'p, nima topishimiz kerak? A dan B ni ayirib berish kerak ekan. A dan B ni ayirsam, 1 dan 5 ayiradigan bo'lsak, 100 so'raydi. Demak, 7 A javob. Aha. 8 da ham mana 5 xonali soni 72 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Bu holda B minus A ning qiymatini toping debdi. Ya'ni mana bu sonni beryapti bolalar. 72 ga degani 8 kara 9. Ya'ni 8 ga ham bo'lish kerak, 9 ga ham bo'lish kerak. 8 ga bo'lish qoidasi qanaqa? Oxirgi 3 raqam. Mana shu son 8 ga bo'linib ketish kerak ekanda. O'zi bilsam 256 8 ga bo'linadi. To'g'ri bo'linadi. Shunda mana bu 1 necha bo'lish kerak? 6. Xo'p. Endi 9 ga bo'linish uchun raqamlarni qo'shib chiqsam 9 ga bo'linish kerak. Qo'shib chiqamiz raqamlarni. 1 A 2 5 B ning o'rniga 6 oldik. Hisoblaymiz. 3 8 14 mi? Shu 9 ga bo'linish uchun 18 bo'lish kerak, to'g'rimi? A ning o'rniga 4 olishimiz kerak. A ning o'rniga 4 oldik, B ning o'rniga 6 oldik. B dan A ni ayirib beringlar deyapti. B dan ayirsam 6 dan 4 da ayirsak, demak 2 qolar ekan. Demak 8 C javobi ekan. Hop. Aytyapti. A va A plus 9 soni har biri tub sonlar bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri tub son emas debdi. Zo'r. A ham A plus 9 ham tub son ekanda. Quyidagilardan qaysi biri tub son emas. Mantiqan o'ylab ko'ramiz bolalar. Tub sonlar biz qanaqa sonlar bo'ladi? Birinchidan juft son bo'lmasi kerak, to'g'rimi? Juft sonlar 9 bo'lmaydi. Endi qanday? A ham tub son ekan. Bu ham tub son ekanda. Tub sonlarni tog' sonlar ichidan izlashimiz kerak, to'g'rimi? Agar qana A tog' son desam, tog' songa 9 ni qo'shsak qanaqa javob chiqadi? Juft son chiqadi, to'g'rimi? Misol 25 ni olsam, 25 ga 9 ni qo'shsam 34 chiqadi. 34 tub son bo'ladimi? Yo'q-da. Ha, demak qanday? Mana bu natija tog' chiqish kerak ekanda, tub son bo'lishi, to'g'rimi? U uchun A nima bo'lishi kerak? Juft bo'lishi kerak. Endi juft bo'lgan yagona tub son bor, u 2. Boshqa qiymati yo'q. Ya'ni shundagina mana 2 va 11 bo'lar ekanda. Faqat shu holatda ikkalasini tub son bo'ladi, boshqa holati yo'q. Ana uni 2 olishimiz kerak ekan. Endi aytayapti, quyidagilardan qaysi biri tub son emas deyapti. Tub bo'lmagan topish kerak. Ikkinchiga ketib qo'yamiz. 17. 17 tub sonmi? Ha, biz tub son nimasini topishimiz kerak. Bunga ketib qo'yamiz. 18 23. Bu ham tub son. Ikkinchiga ketib qo'yamiz. 22 25 ekan. Ha, mana topib oldik-da. 26 29. Bu ham tub son. Demak, faqatgina C javob tub son emas ekanda bu yerda. 10-misol. Tub sonni ko'rsang debdi bolalar. Birdaniga mana bu sonni o'chirib tashlashim bilan. Nimaga? Chunki 5 bilan tugayapti. 5 ga bo'linadi degan. Endi qolganlarni ko'ramiz. Misol uchun balki raqamlar yig'ilsa 3 ga bo'linib qoladi. Tekshirib ko'rishimiz kerak. Mana bu raqamlarni chiqadi. 7 14 23. Yo'q, hozircha bilmaymiz. Bu 4 8 10. Buni ham bilmaymiz. 6 11 12 bo'lyaptimi? Demak 3 ga bo'linadi. Ketdi bu ham.
Mana shu ikkalasi qoldi bizda. 2579 bilan 2431 qoldi. Endi tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. 2431 bilan 2579 qoldi. Xo'p, hech qaysi qoidalarga to'g'ri kelmayaptimi? Ko'rmasizlarmi qoidalar mabodo? Qara, zo'r hisobga ketaman. 200 qo'shsa necha bo'ladi? 5. To'g'rimi? 5. 4 ga 1 qo'shsachi? 5 dan 5 dan necha bo'ladi? Qaysi qoida edi bu? 11 ga bo'linish qoidasi. Eslasizmi mana? Toq o'rnida turgan sonlar yig'indisidan juft o'rnida turgan sonlar yig'indisi ayirtasam 0 qolsa 11 ga bo'linadi. Mana toq o'rinda 2 bilan 3 turibdi, to'g'rimi? Qo'shsam 5. Juft o'rinda 4 bilan 1 turibdi, ularni qo'shsam 5. Ayirsam 0 chiqyapti. Demak, mana bu son 11 ga bo'linadi. Mana bo'lib ko'ramiz. Chindan ham to'g'ri ishladikmi yo'qmi bo'lib ko'ramiz. 11 ga bo'lib ko'ramiz. 2 tadan 22, 2 3 2 tadan 22, 1 tutsa bitta bo'ladi. Demak, mana bu son ham tutsa emas ekanda. Bu ham chiqib ketdi. Shunda faqatgina javob bor. 11. Pi tupsonning nechta qiymatida deyapti. Qaraymiz. Pi tupsonning nechta qiymatida? Pi plus 3 va pi plus 50 sonlari ham tupson bo'ladi deb. Qarang, piga shunaqangi bitta tupson tanlashim kerak ekan bo'ldi. Shunday bitta son topish kerak. O'shanga 3 qo'shsam ham tupson bo'laverish kerak ekan. 50 qo'shsam ham tupson bo'laverish kerak ekan. O'sha tupsonlar qanaqa sonlar bo'ladi? 90lar bo'ladi. Qani 90 bo'lib qolsa-da, unga 3 qo'shsam qanaqa son o'tib qoladi? Juft bo'lib qoladi. Demak, mana tasavvur qilinglar. Pi 90 bo'lsa, ya'ni tupson bo'lsa 90 keltirib qo'ysam, mana bu xohlaymizmi, xohlamaymizmi juftga o'tib qoladi. Endi juft sonlar tupson bo'lishi mumkinmi? Yo'q-da, faqat 2 bor. Lekin u bo'lmaydi baribir. Chunki 2 bo'lish uchun pi o'rniga -1 qo'yish kerak. Mana shuni qo'ya olmaymiz-ku. Demak, hech qachon juft son bo'lmas ekan. Endi yagona bo'lgan nima bor? 2 bormi? Tupson bo'lgan jufti. 2 3 ga keltirib qo'ysam 5. Bu tupson bo'ldi, to'g'ri. Lekin mamnunchi. Bu tupson emas-da. Satr aytgan va degani ikkalasini olish kerak degan. Bu ham tupson bo'lsin, bu ham tupson bo'lsin deyapti. Qara, ikkalasini bir vaqtda tupson bo'la olmas ekan. Shunda qaysi javob bo'ladi? Hech qanaqa qiymat bu. Tushundingmi? Unaqa son mavjud emas. Ikkalasi ham tupson bo'ladigan qiymat mavjud emas ekan. Xo'p, agar A B C dan C B A ni ayirib bersam 297 bo'lsa, A dan C ni ayirib beringlar. Xo'p. Bu 3 xonali son ochishimiz kerak, to'g'rimi? Misol uchun 3 xonali son degani 127 deb oladigan bo'lsam, bu birlar xonasi deyiladi. Bunisi o'nlar xonasi, mana bunisi yuzlar xonasi deyiladi. Ya'ni yuzlar xonasi degani, qani yuzlar xonasi nechi turibdi? 1. Shuni 100 ga ko'paytirasizlar degani. 2 o'nlar xonasimi bu? 10 ga ko'paytiramiz. 7 birlar xonasi 1 ga ko'paytirib qo'yamiz. 1 kirgizich 100, 20 ni qo'shsam 120, 7 ni qo'shsam 127. Qaytarib berdimmi mana bu sonni? Demak, mana bu sonni ochish uchun bolalar, birinchisi 100 ga ko'paytirilar ekan, 100 A bo'ladi. Ikkinchisi 10 B bo'ladi, uchinchisi C bo'ladi. Ayirib yozamiz. Buni yozamiz. 100 ta C bo'ladi, to'g'rimi? 10 ta B bo'ladi, plus A bo'ladi. Shuni hisoblasak 297 chiqar ekan. Ketib ochib chiqamiz. 100 ta 10 ta B plus C ayrilgan 100 ta C ayrilgan 10 ta B ayrilgan A. 297 chiqyaptimi? Xo'p, so'rashtiramiz-da. 10 bilan ketdimi? 100 ta A dan A ni ayirsam 99 ta. C dan 100 ta ketsa -99 C. Ikkalasidan 99 bor. Shuni chiqarib oladigan bo'lsak, A minus C qoladi ekan. Demak, 99 ga bo'lsam 3 qoladimi? Bizdan u shuni so'raganda, A dan C'ni ayirib bering degan. Demak, javob 3 ekan. Xo'p, qaraymiz bolalar. 13-misolda mana bu soni 88 ga qoldiqsiz bo'linsa, x ning qiymatini toping debdi. 88 ga bo'linish uchun qaysi sonlarga bo'linish kerak? 8 kere 11 ga bo'linish kerak, to'g'rimi? Demak, 8 ga bo'linish qoidasi. Oxirida 3 tani ajratib olamiz mana. 2, 5, y soni 8 ga bo'linish kerak. O uchun y 6 bo'lishi kerak.
Chunki 256 8 ga bo'linadi. 256 8 ga bo'linadi. Demak, y o'rniga 6 oldik. Endi 11 ga bo'linish qoidasini yozamiz. Bir sir y o'rniga 6 yozib olaylik. 4 2 2 5 6. 11 ga bo'linish uchun oldin mana bu tog' sonlarni qo'shib olasiz. Tog' o'rindagi sonlarni. 4 2 6. Shunda javobimiz 12 chiqyapti. Keyin juft o'rnida turgan sonlarni qo'shamiz. X plus 5. Ikkalasi ayirganimizda javob ne chiqishi kerak? 0 chiqishi kerak. Mana 12 dan x plus 5 ayırsam 0 chiqishi kerak. Shunda bola mana bundan javob 12 chiqishi kerak, to'g'rimi? 12 chiqishi uchun x ni o'rniga 7 qo'yish kerak. 7 ga 5 qo'shsam 12 chiqadi. Demak, x'imiz 7 ekan. Xo'p, keyin 14-misol ekan. 14-misol. Raqamlar yig'indisidan 4 marta katta bo'lgan ikki xonali sonlar nechtadir? Nechtadir ikki xonali sonlar bor ekan. Shular raqamlar yig'indisidan 4 marta katta ekan. Ya'ni misol uchun qanaqadir son bor, to'g'rimi? X, y degan. Shu deyapti, raqamlar yig'indisidan, raqamlar yig'indisi x bilan y yig'indisimi? Shundan 4 marta ko'paygan. Shunaqa sonlar nechta deyapti? X, y qanaqa ochamiz? 10x plus y teng 4 ga ko'paytirib o'tsam 4x plus 4y ekan. Bu ayroq o'tkazsak 6x teng y o'tomon o'tsa 3y 3 ga bo'lib o'radigan bo'lsam y barobar ekan 2x ga. Endi y'imiz x dan 2 marta katta ekanda, x o'rniga raqamni olishim mumkin. Nechadan olib boshlasam bo'ladi? 0 olsam bo'ladimi? Qarang, 0 olib qo'ysam y ga nech chiqadi? 0 chiqib qoladi, to'g'rimi? 0 degan son yo'q, to'g'rimi? 0 degan ikki xonali son yo'q. Shuning uchun x o'rniga 1 olsam, y nech chiqadi? 2. Qaysi son hosil bo'ldi? 12 degan. Mana x y degan son hosil bo'lishi kerak. 12. Chindan ham 12 raqamlar yig'indisi necha? 3. 12 3 dan 4 marta katta. Demak, to'g'ri ekan. X o'rniga 2 olsam, y nech chiqadi? 4. Shunda qanaqa son hosil bo'ldi? 24. 24 ta raqamlarni qo'shsam 6. Chindan ham 4 marta katta. X o'rniga 3 olsak, y 6. Bu ham to'g'ri. 36 bo'ladi. X o'rniga 4 olsak, y'imiz 8, 48 bo'lar ekan. 5 olsamchi? Y nechib qoldi? O'zi oshib ketib qoldi. Ya'ni oshib ketib qoldi degani raqam emasda u. Chiqib ketib qoladi. Demak, 4 ta o'qib bor ekan. 4 ta degan javob B javob ekan. Xo'p, 15-misolda ABC, BSA hammasi A qo'shsam 1776 chiqsa, mana bu ifodani javobini hisoblayman deyapti. Zo'r. Mana 3 talikda ochilishimi? 3 talikda qanaqa ochiladi? 3 talikda 100 ta deb ochiladi. Birinchisi 100 bo'ladi. Ya'ni birinchi ifoda 100 ga ko'paytiriladi. Demak, mana buni ochamiz bolalar. Mana 100 ta A, 10 ta B plus C deb ochaman. Bunisi 100 ta B, 10 ta C plus A deb ochamiz. Oxirgisi 100 ta C plus 10 ta A plus B ekan. Shu javob ne chiqadi? 1776 chiqadi degan. 1776 yozamiz. Endi har bittasini topib chiqamiz. 100 ta A, mana 100 ta A. Keyin 10 ta A qani 10 ta. Mana keyin A bor. 111 ta A, 111 ta B, 111 ta C. 1776. Hammasi 111 bormi? Shuni chiqarib olamiz. 111 bor. 1776 degan. Xo'p, 111 ga bo'lsak 16 bo'ladimi? 16 degan. Endi bizlardan buni topinglar demayapti-da, bizlardan mana buni hisoblab beringlar. Hamma ikki xonali sonni yig'ini hisoblab beringlar deyapti. Uni ham ochib chiqamiz. Buni 3 talik qanaqa ochgan bo'lsam, 2 talikda ham xuddi shuni ochamiz. AB degani 10A plus B. BC 10 ta B plus C. Oxirgisi 10 ta C plus A degan. 11 ta bor, 11 ta B bor, keyin 11 ta C bor. Yana 11 ni qolsan tashqariga chiqarsam, A plus B plus C qolyapti. 11 kere 16. 176 bo'ladi. Demak, A javob ekan.
Hop, 16 ham shunga o'xshash misol ekan. 16-misol. ABC'da raqamlar uchun raqamlar 0 dan 9 gacha bo'ladi. Mana bu ikkita sonning yig'indisi 1272 bo'lsa, buni solib berishimiz kerak ekan. Buni ochib chiqamiz bo'ldi. 100 ta degani bu to'g'rimi? Plus 10 kara 2 plus 1 degani. Buni ochamiz. 100 ta s degani plus 10 kara 4 plus d degani. Shuni javobi necha chiqadi? 1272 chiqadi. Endi bir xilliklari bormi? Mana 100 bilan 100lik bor. Shuni solib o'tiraylik. 100 kara a plus c plus b bilan d bor, ha? B bilan d bor. 2 kara 10 20, 4 kara 10 40 bo'lyapti. Jami 60 bo'lyapti. Bu o'tkazib yuborsam 1212. Endi maydalaysiz qaraymiz-da. 100 ga qanaqa sonni ko'paytirsam 1200 ga yaqinlashadi. 12 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni mana buni o'rniga 12 qo'ysam javob 1200 bo'ladi. Bu qolsa qancha qoladi? 12. Tushunaman, chindan ham 1200 ga 12 ni qo'shsam 1212 chiqadi. Tushundingizmi, muxlislar? Endi uni yozamiz mana. A bilan C ni yig'indisi ham 12 ekan. B bilan D ni yig'indisi ham 12 bo'lar ekan. Endi bizlarga bolalar mana buni solib beringlar deb. Buni ochamiz. C B degani 10 ta C plus B deganimi? A-chi. Atalab o'zim ham bergan narsasini keltirib beradi. Atalab. Shunaqa o'qolamiz mana. Bu ikkalasi necha bor? 10 ni chiqarib olsam C plus A qoladimi? Bu yoqda B bilan D ni yig'indisi qoldi mana. C bilan A ni yig'indisi topib qo'ydik mana 12. 10 kara 12 bo'ladi. Plus B bilan D ni yig'indisi u ham 12. 120 bo'lyapti. 10 ga 12 ni qo'shsam 132 bo'ladi. Demak, 132 C javob bo'lar ekan. Xo'p, 17 ga kelib qoldik. 17. Xo'p, 17 da yana o'sha mavzu. X va y raqamlar uchun mana bu son bunga teng bo'lsa, x minus y ning qiymatini hisoblab bering. Har doim qilayotgan ishimiz bolalar. Mana nima qilamiz? Ochib chiqamiz. X y degani 10 ta x plus y degani. Teng buni ochib chiqamiz. 2x plus 2y minus 1 deb. X lar bir tomon yig'alik mana. Misol uchun x bu yoqqa o'tib ketsa 8 ta x teng bo'ladi. Bu yoqdacha y minus 1 ga. X minus y ning qiymatini topib bering. Xo'p, x ga necha olishim mumkin? 0 olsam bo'ladimi? 0. 0 olsak, 0 bilan boshlanadigan son yo'q-ku, to'g'rimi? 0 ololmaymiz. Shuning uchun kamida x o'rniga 1 olsam, 8 kara 1 8 bo'ladi. Y minus 1. Y ni chiqib o'shanda 9 ekan. Demak, 19 bo'lgan ekanda, to'g'rimi? Agar x o'rniga 2 olib qo'ysamchi, 8 kara 2 16 bo'lib ketyapti o'zi. Y minus 1. Y ni chiqadi? 17 degan raqam bor? Yo'q-da, raqamlar 0 dan 9 gacha bo'ladi. Ya'ni u yoq kerak emas ekan. O'zi bitta holati bor ekan mana. 1 bilan 9 bor ekan. X dan y ni ayringlar deyapti. 1 dan 9 ayrsam minus 8 bo'lar ekan. 17 demak A javob ekan. Xo'p, 18. A bo'lsa turli raqamlar uchun, turli degani yana bir-biriga teng bo'lmasi kerak. A qo'shilgan B qo'shilgan C ni javob 15 bo'lsa, mana bu ayirmaning eng katta qiymatini hisoblab beringlar deyapti. Ketdik. Mana buni hisoblab chiqishimiz kerak ekan. A B'sini ochamiz. 100 ta A 10 ta B plus C bo'ladi. Minus bunisini ochamiz. 100 ta B 10 ta C plus A bo'ladi. Bir sira soddalashtirib olishimiz kerak, ya'ni bir xillarni hisobini olish kerak. Shunda mana 100 ta A 10 ta B plus C minus 100 ta B minus 10 ta C minus A bo'ladi. Hop, 100 ta A dan bittani ayirsam 99 ta minus 90 ta B minus 9 ta C deyapti.
eng katta qiymatini toping deb bo'ladi. Ya'ni qani. Mana bu ifodani eng katta qiymatini topishimiz kerak ekan. U uchun anoniga maksimum necha olishim kerak? Maksimum eng katta bo'lishini 9 olsam bo'ladi. Eng kattasi 9. Mana bunga 9 oldim. Xo'p. Endi mana ayrilgan sonlar maksimum kichkina bo'lishi kerak, to'g'rimi? Iloji boricha kichikroq olishim kerak. Shunda B0 necha olsam bo'ladi? 0 olsak bo'ladi. B0 0 olsam, S0 necha olishimga to'g'ri kelib qolarki, hammasini qo'shsam 15 chiqish kerak. 6 olishimga to'g'ri kelardi. Shuni hisoblaymiz mana 99 kira 9 bo'ldi. 90 kira 0 mana yo'qolib ketdi o'zi. Ayrilgan 6 kira 9 54. 99 ni 9 ga ko'paytirsam 891 bo'ladi. 891 ekan. Shuni 54 da ayiradigan bo'lsak 837 bo'ladi. Ya'ni maksimum 837 chiqar ekan. Lekin unaqa javob yo'q. Albatta turli raqamlar uchun yana so'mlaysiz. Eng katta qiymatini toping. Nima qildik? Mana bu son kattaroq emasmi? Ben uni 0 olganmiz. 837 kattaroq sanki undan. Ben uniga 0, sen uniga 6 o'zim. Qaranglar, bolalar. Buni to'g'ri hisob keldik. Hozir mana bir e'tibor bersam, mana bu 3 xonali son nechi bilan boshlanyapti? B bilan boshlanyapti. Demak, B 1 bo'lishi mumkin emas ekanda. O'zi to'g'ri chiqargandik. Mana bu 837 degan javob to'g'ri chiqarganni. Faqat B uni 0 qo'yish evaziga chiqargandik, to'g'ri? Demak, B uni 0 qo'ymasam, undan keyingi eng kichik son 1 olishga majburmiz. Ya'ni mana buni o'zlaydigan bo'lsak, A noniga 9 olishga majbur ekanmiz, B noniga 1 olishga majburmiz. Shunda qo'shsam 10 bo'lyapti, S noniga 5 olar ekanmiz. Demak, qaytadan hisob-kitob qilamiz. 99 kira 9 minus 90 kira 1 minus 9 kira 6 mi? 9 kira 5 ha endi. 9 kira 5. Hop, buni ko'paytirsak 891 chiqdi. Undan 90 ni ayiramiz, keyin 45 da ayiramiz. Shunda 736 chiqdimi? 756. 756 qilgan. Ya'ni aslida bu katta bo'lish kerak-da, lekin 0 olib qo'ysam 3 xonali son bo'lmay qoladi-da. Shuning uchun bitta keyingisi olishimiz kerak ekan. B javob. Hop, 19 da nima deydi? Mana shu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 sonlar qatoridagi navbatdagi 3 ta sonni yig'indisini toping. Bunaqa misollarda bo'lib qonuniyat topish kerak. Ya'ni qanaqa ketma-ketlikda ketyapti o'z sonlar, shuni topishimiz kerak. Shuni qonuniyatni topib olib, keyin bundan keyingi 3 ta qator topib hisoblashimiz kerak. Qaranglar, qanaqa ketyapti? 4, 6, 8 hammasi juft sonlar. Kim bitta 9 kelib qolyapti. Mana qana. O'sha yerga qo'yaman 9 ni. 10, 12, 14 hammasi juftmi? Bitta 15 kelib qolyapti. Bunaqa bo'lar ekan. 3 ta juft son, bitta 90. 3 ta juft son, bitta 90 kelish kerak ekan. Demak, mana buni qana. Bitta juft son, bitta juft son, uchinchisi ham juft son bo'lish kerak edi. 20. Keyingisi 90, shunda 21. Keyin yana juft sonlar boshlanish kerakmidi? 22. Mana shunaqa bo'lyapti, to'g'rimi? 4, 6, 8 bo'ldi, 9 bo'ldi. Bitta 90 aralashtirdagini. Keyin 9 dan keyingi juft son boshlanib ketdi. 10 dan boshlandi. Demak, hozir 16, 18 bo'lsa, 3-juft son 20. O'rtaga mana 21 degan 90 qo'shilyapti. Keyin yana 22 dan juft sonlar boshlanib ketaveradi. Ya'ni 22, 24, 26 bo'ladi. Bizga 3 tasini degan uchun mana bu uchalasini qo'shsam bo'ldi. Ya'ni 20, 21, 22 ni qo'shsak 63 ekan. 20 da nima deyapti? A, B va B ikki xonali sonlar uchun ikkalasini qo'shsak 44 tenglik o'rinli bo'lsa, A qo'shilgan B ning qiymatini toping debdi. Mana buni hisob qilamiz. Mana bularni ochiq kerak ekan. A, B degani 10 ta A qo'shilgan B deganimi? Bunisi 10 ta B qo'shilgan A. Shuni javobi 44 chiqadi degan. 10 taga bittani qo'shsam 11 ta. Bunisi 11 ta B. Ikkalasida 11 bor, to'g'rimi? 11 ni chiqarib olib bo'lib yuboramiz lekin.
to'g'ri bo'lib qolar ekan. A qo'shilgan B barobar to'g'ri ekan. Tushunarlimi bolalar? Savol yo'qmi hech kimda? E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.